1 yoshi 8 oylik bo'ldi. Ikki tomonlama tug'ma maymoqlik bilan bizda davolangan edi. Qorniga borishlari, ochilishlari juda yaxshi. Tur o'rningdan. Navbatdagi ko'rikka kelishgan. Achama-cham qilib qo'ying, mana bitta oyoqlaring mana bitta ko'rib qo'ying. Bos oyoqlar. Mana juda chiroyli. Tashqaridan ko'rgan odam oyoqlarini maymoq demaydi, maymoq tug'ilgan demaydi mana. Tushundingizmi? Juda tekis, juda chiroyli. 1 yoshi 7 oylik bo'ldi. Endi bundan bag'ing xudo xolisa tortib qolmaydi. Tushundingizmi? Tortib qolmaydi. Oxirgi gips yechganlaringga qancha bo'ldi? Necha oy bo'ldi? 5-6 oydan bo'ldi. Endi u 5-6 oy oldin qo'ygansizlar-da. O'sha 1 yoshi 1 oylik, 1 yosh 2 oylikdan keyin qayta gips qo'ydirmagansizlar. Tushundingizmi? Bo'ladi shunaqa holatlar. Yur, oldiga qarab bitta yurib bergin. Yur. Juda yaxshi. Oling. Xilpaylari tushyapti. To'xtab turibsan. Ber mana mana shu. Ana. Tushundingizmi? Juda chiroyli mana. Hammasi shu. Endi nima qilish kerak? Endi bu to'g'irlangan narsani bo'ldi, endi to'g'irlanib qoldi, bas. Buni o'zini reabilitatsiyalari, bu o'zini kiyib turinglar. Ortopedik oyoq kiyim bo'ladi, pronatorlari shuni doimo kiyib turinglar. Tushundingizmi? Oyoqlariga 1 yilda 1 marta, 2 marta olsangiz bo'ladi. Fizioterapiyalarni, massaji, parafini kerak bo'lsa. Bo'ladi. Yozda o'tkazinglar, kuzda. Tushundingizmi? Hozir oyoq kiyimini kiyib yuraversin. Tushundingizmi? Shart bas. Massaj, parafin, konstruktorafariz olsangiz bo'ladi. Oyoqlari zo'r bo'ldi. Gips kerak emas. Muhammadjon, sog' bo'ling. Xayr qilib qo'ying. Xayr, u tog'aga xayr qilib qo'ying. Xayr qilib qo'ying. Xayr qilib qo'ying. Bitta tepib qo'ying oyog'ingizda, teping. Tep. Bitta achama-cham qilib qo'ying, mana bitta achama-cham qilib qo'ying. Bo'ldi.